Qur'onni Alloh taolo bergan. Qur'onni sharofatidan shuncha fayz olgan. Hasanxon qorini maqtab keyin oxirida Husanxon qori shu Hasanxondan 2 barobar baland deb qo'ysangiz ham bo'laveradi. Husanxon qori ham undan qolishmaydi. Shuning uchun do'stlar, Qur'onni muhofazasini Alloh subhanahu va taolo zimmasiga olgan. Hatto Ramazonda siz qorilarni ko'ring-da, sizga 1 soat masjidda o'qib beryapti-yu, boshqa joyda o'tda 2 soat, 3 soat saharlikgacha Qur'on o'qishadi. Saharlikgacha. Lekin charchamaydi. Nimaga? Alloh taolo beradi quvvatni ularga. Qorini aqli zoir bo'lmaydi deganlar. Qori yoshi qancha baland katta bo'lsin, 100 ga kirsa ham aqli tiniq turaveradi. Abdulaziz Qoridobani shunaqa deyish, men ko'rganlar bor, o'zim ham ko'rganman. Kelgan odam yaxshi taniydi, juda ziyrak, juda aqli raso turadi. Nimaga? Qur'onni yodlagan odamni zehni pokiza toza turadi. Ko'zi xira bo'lmaydi. Aqli jinni sifat bo'lib qolmaydi. Qorini Alloh taolo aziz qiladi. Ba'zi rivoyatlarda qorini, Qur'onga amal qilgan qorini yer yemaydi, shahid bilan barobar bo'ladi. Qiyomatda eng katta maqomda qori bo'ladi.